Holat. Nima bu ahvol mana? Biletni berib qo'ygan. Allohim umraga keladiganlarni qalblarini salomat holda keltirgin bu yerlarga. Qalblari salomat bo'lmagan insonlarni to qalblari salomat bo'lgunga davr ushab turgan Allohim o'zlarining uyida. Umraga kelayotganda soatlab, kunlab aeroportda qolib ketsanglar, aviakompaniyani aybdor qilinglar. Umra shirkatlarini aybdor qilinglar. Sizlarda olib yurgan odamni aybdor qilinglar. Hoziylardan chiqqan so'zni sochinglar, yuziga solinglar. So'kinglar, xohlagandek gapiringlar. Qanaqa so'z gap bo'lishidan qat'iy nazar gapiringlar hammasini. Sabab tuman bo'lganligi sababli ular sizlarga bahonalar qilishyapti. Tuman bo'lganligi sababli ucha olmay qoldi, samolyot deyishyapti. Xullas, bu ularga osonda buni aytib qo'yishlik. To'g'rimi? Shunday qilib hammani malomat qilinglar. Umraga kelayotganlar, agar Allohdan qo'rqsanglar kelinglar umraga. Allohning qadariga rozi bo'lsanglar kelinglar umraga. Shuncha odam mana Allohning qadariga rozi bo'lmasanglar, kelmanglar. Umraga kelmanglarsizlar. Bu yerga kelib olib yoki aeroportda turib olib, yo qaytib ketayotganda bu yerdan reyslarda zaddeshga bo'lib, bilasizlar, hozir qish mahal bizda tuman tushadi. Tumanda bu aviakompaniya samolyotlar qo'na olmas ekan, ucha olmas ekan. Buni sizlar tushunmasanglar kim tushunadi? Bunaqa holat tushunishinglar kerak. Bu Allohning qadari deb taslim bo'lishinglar kerak. Bunga taslim bo'lmaydigan bo'lsanglar, kelmanglar, ovora bo'lib umraga nima qilasizlar? Xo'jam ko'rsinga kelasizlarmi? Qo'shnim eshitsin, qudam bilib qo'ysin. Voy, yaqinlarim boruvdi, men ham bir borib kelay deb kelasizlarmi? Allohdan qo'rqinglar. Bu yerga kelib har xil so'zlarni gapirmanglar. Ketayotganda shu ibodatlarni zo'r qilib, ketayotganda reyslar kechikib qolsa, shirkatlarda aybdor qilmanglar. Umra shirkatlarini, aviakompaniyalar buni umuman hech kimning aybi yo'q bu narsada. Ularga ham bu sizlarni bunaqa qilib qolib ketishinglar ular uchun havas emas. Vaqtida kelib, vaqtida ketishlik ularga ham oson. Hamma tomon foydalanadi bundan. Sizlar bu yerda qolishliginglarning asli zarar o'zi aslida. Allohdan qo'rqinglar. Bu yerda qolyapsizlarmi? Alloh menga bir vaqtlarda, kunlarda inom qilibdi. Foydalanib qolay deb turib, foydalanib qolinglar. Kun uylarni, xonanglarda o'tkazib, nima bo'lyapti? Senlar bizni qoldirishyapsan, oq qilishyapsan, ko'k qilishyapsan bilan emas. Balki Ka'batullohga boringlar, duolarni qilinglar, ibodatlarni qilinglar. Ko'chada qolib ketmayotganinglardan keyin. Shuncha odam mana Allohdan qo'rqinglar, umraga kelayotganlar. Allohim umraga keladiganlarni qalblarini salomat holda keltirgin bu yerlarga. Qalblari salomat bo'lmagan insonlarni to qalblari salomat bo'lgunga davr ushab turgan Allohim o'zlarining uyida. Allohimizdan Alloh har birimizni yomon bir so'zlardan, yomon bir o'ylardan, gumonlardan Alloh uzoq qilgan bo'lsin, yiroq qilgan bo'lsin. Umraga keladiganlarga jo'natib qo'yinglar bu narsalarni.